Hammaga salom, sizlar bilan Alibek Player. Bugungi videoda mana shu Minecraftdagi siz bilmagan bloklarni qanday qilib olishni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Video boshlanishidan avval bu kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar va agar obunachilar ko'payursa, shunga o'xshash foydali videolarni qilishda davom etaman. Birinchisidan boshlaymiz. Birinchisini olish uchun mana shunday qilib komanda yozib olamizda. Mana bu yerga structure block deb yozamiz. Shunda sizlarga mana buni beradi. Bu bo'lsa mana bu butun chakni sizlarga bemalol qilib ko'rsatib bera oladi. Xohlagan joylardan ko'rsanglar bo'ladi. Va mana bu chanklarni ham oshirsanglar bo'ladi. Ko'rsatish darajasini mana. Va bu har bitta chankni sizlarga ko'rsatib beradi. Mana xohlaganday qilib ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Va mana bunday chiziqchalar ham paydo bo'ladi. Ikkinchisi bo'lsa structure void bo'ladi. Yana TVS deb yozib olamizda. Mana bu yerga structure void deb yozamiz. Shunda sizlarga mana buni beradi. Bu ko'rinmaydi, lekin ustiga bemalol blok qo'ysa bo'ladi. Ustiga tasodifiy ustiga blok qo'yilmas ekan, lekin ichdan o'tsa bo'ladi. Va shunaqa bu ikkinchi blok edi. Uchinchi blok bo'lsa deyiladi. Yana gives deb yozib olamizda. Mana bu yerga hello deb yozamiz. Va sizga mana shu blokni beradi. Bu blokni survivalda sindirib ham bo'lmaydi, qo'yib ham bo'lmaydi hech qayerga. To'rtinchi blok bo'lsa bu barrier. Buning uchun kommentariga chatga yana gives deb yozib olamizda. Mana bu yerga barrier deb yozamiz. Shunda barrierni beradi. Barrierni ham buzib bo'lmaydi va ko'rinmaydi. Hattoki o'tib ham bo'lmaydi. Tuzoq va labirintlar uchun juda ham mos. Yana barrierni survivalda ham qo'yib bo'ladi, lekin sinmaydi, xuddi alloga o'xshab. Beshinchisi bu command block. Buning uchun kommentariyaga buni command block qilib beramiz. Shunda bizga command block beradi. Mana bo'lsa har xil qilib chain qilsa bo'ladi. Yana turlari ko'p. Yana buni repeat ham qilsa bo'ladi. Mana bu 3 ta turi. Mana shu oddiysini ham 3 ta turi bo'ladi. Va mana bu bo'lsa command blockda ana o'tir qo'yilgani. Buni olish uchun mana chatga gives deb yozamizda. Command block Minecraft deb yozamiz. Shunda mana endi vagonchadagi komanda blokni beradi. Buni vagonchada ishlatsa bo'ladi, yana vagonchada yurg'izsa ham bo'ladi. Shunday qilib bugungi videomiz tugadi. Agar video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar va shunda men yana foydali ma'lumotlarni berishdan to'xtamayman. Agar kanalda 70 ta obunachi bo'lsa, men yana shunaqa foydali bloklar yoki narsalarni qanday qilib olishni sizlarga o'rgataman. Bugungi video shunday qilib tugadi.